Bu xatoni juda ham ko'p ota-onalar qiladi. Men ham shu xatoni qilganman birinchi farzandim bilan. Birinchisi, bolalarga sigir sutini berishadi. Kasha qilganda yoki bo'lmasa ichishga, ichida kalsiy ko'p ekandi. Hurmatli onajonlar, 1 yoshgacha bolalarga sigir suti berish mumkin emas. Bu ichak shilliq qavatini yallig'lanishga olib keladi. Ikkinchisi, 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga tuz va shakar ovqatiga qo'shib berishadi. Bu ham katta xato. Bolalarga 1 yoshgacha shakar va tuz bersanglar, ular shunga o'rganib qoladi. Keyin katta bo'lgandan keyin ham ko'p tuz yoki shakar so'rab yeydigan bo'ladi. Uchinchisi, bolalarni majbur qilib ovqatlantirish kerak emas. Chunki majbur qilib ovqatlantirsak, bolalarda hech qachon o'zi bilib, yaxshi ko'rib ovqat yeyish xususiyati bo'lmaydi. Onajonlar, undan ko'ra tarelkamizni chiroyli qilib, bolani qiziqtirib, televizorlarni o'chirib qo'yib ovqatlantiramiz. Siz shu xatolardan qaysi birini qilgansizlar va qanaqa yechim topgansizlar? Biz bilan kommentariyda bo'lishinglar.